Bize Malika Izabella bilan pulli o'yinimizni olmoqchimiz. Assalomu alaykum. Mayli bir minutga o'zbekcha bilasizmi? Ha? Qarang, meni bitta savolim bor. Mana shu $100 o'shang. $100. O'shang. Haqiqiy $100mi yo'qmi? Shuni bilib bera olasizmi? Haqiqiy $100. Men bu $100 da sizdan qaytib olmayman. Faqatgina bitta savolim bor. Savolimga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Alloh taoloning 99 ta ismini agar o'rgangan bo'lsangiz, menga aytib bersangiz, shu ilmni o'rganganingiz uchun men sizga $100 sovg'a qilaman. 99 ta bilmaysiz. Mayli osonlashtiramiz. O'qigansiz va gap yo'q. Faqat ko'proq o'qish kerak edi. Mayli qarang. 30 tasini aytsangiz, mayli men sizga 100 ming so'm beraman. Hayajondan esingizda yo'q, ha? Atu bilasiz? Qarang, o'rganib qo'ysangiz, men sizga shu pulni berib yuborardim, xo'pmi? Mayli charchamang, xo'p. Bay bay. Va agar lekin Alloh 99 ismini kimdir yodlagan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Yaqin men sizlar bilan ham video olib qolishim mumkin. $100 egasi sizlar bo'lishinglar mumkin. Qani go.